Hozir TikPay'da vaziyat juda ham og'irga o'xshayapti. Face ID bilan kirgan bolalarning hammasiga, deyarli hammasiga shtraf kelayotgan emish. Mana hozir Cho'nan gruppaga yozilibdi. Assalomu alaykum. Bu ro'yxatda bor talabalar TikPay'da ishlab, Face ID orqali TikPay chiqqan talabalar Suv migratsiyasidan hammangizga shtraf kelgan va payshanba kuni soat 1 ga univerga keling va o'z shtraflaringizni kamaytirish uchun tushuntirish yozing. Mana ushbu ro'yxatdagi talabalar hammasiga aytishlaricha 1,400,000 wondan shtraf kelgan emish. Основной D2 va D4 vizadagi talabalar albatta yaxshi holat emas. Ko'ryapsiz. Bundan keyin yana boshqa e'lonlar ham kelyapti. TikPay'ga chaqirish holatlari kelgan. Mana endi Face ID kerak emas. Face ID siz ham kirasiz. 12 soat 150,000 degan Dejon TikPay'ga kelgan. Shunaqa e'lonlar bor. Lekin Face ID kerak emas deb borgandan keyin fikrlari o'zgarib qolib, ya'ni Face ID baribir qilinadi. Prosta odam tortish uchun shunaqa gaplar ham gapirilishi ehtimoldan xoli emas. TikPay'da 8 soatga 120-130 beradi, chanob 15,000. Shunaqa holatlar bor ekan. Ehtiyot bo'lamiz hamma, o'zini ehtiyot qilib 150,000, 130,000 topaman deb 1,5 million, 2 millionga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. TikPay'ga borganda ham Face ID ko'rsatilmaydigan TikPay'larga kirishingizni maslahat beraman.